Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Xo'p, Yashurga lecheniya qilyapti. Bugun ikkinchi kun. Inraflonex qildik. Butasal oksidat spreydan ishlov berilyapti. Hamma yog'i zo'r, temperaturalar tushgan, ishtahaga kirgan. Yaxshi zo'r. So'laklari ham kamaygan. Oksidat sprey O'zbekistondan chiqadi. Yaxshi zo'r effekt beryapti ham. Xo'p. Inraflonex ukol и Butasal. Bu ham O'zbekistonniki. Namunimizda o'zgarish kamroq. Buni jussasi kamligi uchun, ozg'inligi uchun ozgina dozalarni pastroq qiladi, ko'proq qilib qo'ydi. Bu ham lekin xudo xolasa o'tga kiradi. Egalari yaxshi edi deyapti. Hozir yana ozgina lecheniya kerak bunga. Bunga nisbatan bunga dozalarni kamroq qiladi, kichkinaligi, shuni hisobiga ham. Ertalab yegan ovqat yaxshi yegan, obeddan keyin sutlashib qolgan. Atalaversa ichyapti. Yana xudo xolasa natijalarni ko'rsatamiz. Hech qanaqa osma ko'l qilingan yo'q. Hech qanaqa bir oshiqcha narsa qilingan yo'q. 3 ta dori. Inraflonex, Butasal, sprey.